Toshkentdan Xorazmgacha xudo xolasa mana shu Tocholada polniy bak bilan, ya'ni umuman yo'lda zaryadga qilmasdan, umuman yo'lda benzin quymasdan bitta bak bilan bormoqchimiz. Videomiz xudo xolasa qiziq bo'ladi deb o'ylayman, chunki yangi model birinchidan sizlarga test drive qilib beramiz. Yo'lda o'zini tutishlari, qanaqa yurishlari hammasi haqida ma'lumot beramiz. Narx-navolarni ham taxminan yo'l-yo'laki gaplashib ketamiz va eng asosiysi yetib bora oladimi, yetib bora olmaydimi? Buni ham xudo xolasa sizlarga etib tekshirib beramiz. Tak, qo'limda mana polniy xarakteristika berilgan. Bu yerda mana skrinshot qilib olsanglar ham bo'ladi. Demak, o'zi hozir beryaptiki, zaxira yurishi benzin bilan tokda 1400 kilometrga yuradi deb beryapti. Xorazmgacha bo'lsa 1100 kilometr. Ana ashula bor edi-yu. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Xorazmlik akalar bormi? Like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa biza mana hozir birinchi navbatda taqdimot bo'ladi, ya'ni to'g'rirog'i tadbir bo'ladi, mini tadbir. Bu yerda tushuncha berishadi va xudo xolasa blogerlar o'tirib mashinaga ko'chishamiz, almashib xudo xolasa yo'lda ketamiz. Orada Samarqandda to'xtaymiz, Buxoroda to'xtaymiz va Buxoroda yotib qolamiz va yana ertalab xudo xolasa ertasi kunidan yo'lga chiqamiz. Endi bir kunda ham yetib borsa bo'ladi. Endi o'zimizni qiynamaslik maqsadida va kontentlar chiroyli chiqish maqsadida 2 kunda xudo xolasa shoshmasdan yetib boramiz. Kuzatib boring. Xudo xolasa biz yo'lga chiqamiz. 4 ta mashina bo'lib ketadigan bo'ldik. Bitta Cherry Tiggo 8 mashinasi ham bor. Xudo xolasa birinchi bo'lib Jizzaxga boramiz. Endi bugun juma, shu jumani o'qiymiz, keyin yana dalshi ovqatlanib yo'lda davom etamiz. Kuzatib boring. Yo, eng qiziq savolda qaranglar. 1288 kilometrga yetadigan benzin tokimiz bor, lekin boradigan joyimiz 1150 kilometr. Endi orada biza Buxoroga kirganimizda masalan qatlariga ichkariga kiramiz, bir 50-60 kilometr plus minus bo'ladi. Keyin bilasizlar, ko'p avtomobillar o'sha etilgan probekka yurib bermaydi. Uning uchun juda sekin yurish kerak, 60 dan oshish kerak emas, mana shunaqa qilish kerak. Biz hozir trassaga chiqqanda 100 dan oshib yurishimiz mumkin. Nima deysizlar, yetib borarmikin, yetib bormasmi? Endi umumiyda oladigan bo'lsak, menga birinchi yoqqan narsasi mashinani hozir boshiga o'tirdim, skorost urdim, skorost urganimdan keyin gaz bosam yurmayapti mashina. Ruchnoy knopka tortilgan. Qaroma, ko'rasizlar, hech qayerda ruchnoy knopkasi yo'q. Asa qidirdim-da. Yo'llarni qidirdim, yo'q hech qayerda. Gaz bosam yurmaydi. Keyin remen taqish kerak ekan. Remen taquvdim, keyin yurdi. Mana shu joyini lekin aqlli qilib ishlab qo'yibdi. Sababi birinchidan odam sog'lig'i uchun, ikkinchidan bu gayiga, shtrapga tushib qolmasligi uchun. Tak, bunaqa yo'lda yuramiz, lekin borib mashinachi yumshoq yuryapti, qaranglar. Maza qolmay, yumshoqligiga maza qildim. Birinchi plusi demak remen bo'ldi, ikkinchisi tak, yumshoqligi, uchinchisi yana bitta narsa, hozir o'tirishim bilan telefonga chalg'idim-da. Telefonimda chalg'uvdim. Mana bu yerda srazi mana qaranglar, telefonga chalg'ayman hozir. Bu yerda chiqmadi. Mana bu yerda srazi yozuv chiqyapti, o'rtada chalg'imen degan yozuv chiqyapti. U qanaqa qilib bilyapti men telefon o'ynayotganimni desam, bu yerda ko'rasizlar, mana bunaqa kichkina monitorcha joylashtirilgan. Sizni face'ingizni nazorat qilib turadi. Agar yo'lda ketayotganda ko'zingiz yumilib qoladigan bo'lsa, bu yerda srazi datchik yonadi, ovoz beradi. Uyg'onganimga. Plus hozircha shunaqa qulayliklar bor bizda. Endi qolganini mana yo'lda yana gaplashib ketamiz. Xo'p, ratsiyalar olganmiz, chunki 4 ta mashinada ketamiz. Ratsiyadan aloqaga chiqib gaplashishlar oson bo'lishi uchun. Yana bitta qulayligi, 10 tarafga pavorot yoqishim bilan 360 gradus kamerasi yonyapti. 10 tarafda mashina bormi, yo'qmi ko'rsatib beryapti. Mashinani polniy tepadan ko'rinishi, chap tarafga yoqamiz, chap tarafga ko'rsatadi. Juda ham qulay ekan mana shu joylarda. Hop, bitta qulayligi, bitta minusini aytib ketaman. Boshiga o'tirishim bilan tak o'rindig'i mana bu yerdan elektronik to'g'irlab oldim. Juda ham qulay. Juda qulay. Ayniqsa shu joyda joylashgani qo'lga ham udobniydi. Mana yon tarafda bo'lsa odam sal qiynaladi. Hop, minusi mana bunaqa ruchnoy. Shuni ham elektronik qilishganida undan ham zo'r bo'lib ketadi. Mana yo'llarni ko'rasizlar. Sergelini yo'llari yor.
Xo'p, akalar, ko'p elektromobillarda mana bunaqa pardasi yo'qdi. Bunda pardasi bor ekan. Bu zo'r narsa, chunki oftob urganda nima ushlab qoladi oftobda, lekin bitta minusi bor ekan. Endi bitta plyus, bitta minusni aytib ketamiz. Mana mashina bundoq qilgandan keyin odatda ko'p inomarkalarda mana buni tortgan paytda mana bu yerda chiqadi, mana yuradi, mana to'sadi. Hozir mana shu yoq tarafimdan olib o'tishyapti, lekin bu to'smayapti bu mana. Mana minus, lekin mana plyus. Endi qanday boshimda gapirib ketaveramiz. Mana ko'ryapsizlar, mana yondi mana bitta chalg'imangiz deyapti. Mana boya aytuvdim, mana telefon o'ynagan paytda yonadi. Shu narsasi yonib qoldi. Razimgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr kabutarim. Toshkentdan 180 kilometr yurib Jizzaxga yetib keldik. Jizzaxda mana ko'pchilik biladi, shu Rayan degan restoran bor ekan. Shu yerda ovqatlandik, ayniqsa baliqni zo'r qilib pishirib berishar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Xullas, mana shu yo'ldan o'tayotganinglarda обязательно kiringlar, ovqatlari juda ham shirin ekan. Bizning mashinamiz 180 kilometr tokda yurib keldi. Bu endi gibrid bo'lganda hisobiga ham tokda, ham benzinda yuradi. Rejimi shunaqa ishlayaptiki, ya'ni o'zingiz nastroyka qilsangiz bo'ladi. 20% qolguncha, ya'ni birinchi faqatgina tokda yurdi. Hozir mana biz 180 kilometr faqat tokda yurib keldi. Endi gibrid rejimida, ya'ni o'sha benzinga o'tkazdi. Benzinga o'tkazganimizdan keyin endi hozir benzinda yuramiz. Bu yerda 1.5 turbinali motor bo'lganligi uchun hozir endi zaryadlashni boshlaydi. Ya'ni hozir yana tok yig'adi. Shuni hisobiga ham tok, ham benzin aralash bo'lib, u yoq bu yoq 1400 kilometr yuradi mashinamiz. Действительно hozir mana umuman benzin bakdan hali 1 litr ham benzin ketmadi. Xudo xolasa endi bu yog'iga benzinda harakatlanishni boshlaymiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Toshkentdan 300 kilometr yurib Samarqandga yetib keldik. Jonboydamiz. Bu yerda ham Cheryev saloni bor ekan. Bu yerga bir ro'y kirib o'tamiz. Bu yerda qora rangini olib kelib qo'yishibdi. Sotuvga hali chiqmagan. Xudo xolasa oktyabr oyidan boshlab chiqishni boshlaydi. Narxini videoning oxirida aytaman. Oxirgacha videoni ko'rsanglar, ko'pchilik o'zi narxiga qiziqyapti. Premierni sizlarga aytaman. Malibudan qimmatroq, KK5dan arzonroq. Ular shunaqa narx. Xudo xolasa bu yerdan shu Buxoroga qarab yuramiz, chunki biz Buxoroda tunab qolishimiz kerak. Inshaalloh Buxorodan yana ertalab yo'lga chiqamiz. Chunki ozgina dam olmasa boyaga ketganimda charchab qolamiz. Endi ani Cobalt'chani danliga yuradigan okalardagi kuchimiz yo'q bizani. Kuzatib boringlar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu yetib o'tganimda Urganchda xudo xolasa mashinani to'liq obzori chiqadi. Test drive borgungacha bo'lgan jarayon, o'sha yetib o'tganimda polniy bak bilan yetib boramiz. Umuman zapravkada to'xtayotganimiz yo'q. Buxoro deydi-yu. Assalomu alaykum. Biz mana Buxoroga yetib keldik. 850 kilometrcha bo'ldi. Hop, oldinda yana bizani bir 400 kilometr kutyapti, xudo xolasa. Buxoroda bilasizlar, shunaqa tarixiy joylar juda ham ko'p. Mana hozir bu Mir Arab madrasasi. Mir Arab madrasasi haqida qisqacha o'zim bilgan narsalarni gapirib beraman. Bu madrasada Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'qiganlar. Ramzan Kadirov adalari Ahmad Kadirov ham aynan shu madrasada o'qishgan. Mir Arab deb nomlanishining sababi bu yerda shu Mir Arab degan odam qurgan va qabrlari ham mana shu yerda joylashtirilgan. O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa bu o'sha juda ham ilmli ulamolarning yetishib chiqadigan joyi hisoblanadi. Juda ham ahli ilmli, o'zini dunyo qarashi bilan, o'zini ilmi bilan butun dunyoga mana masjiddan yoyiladi. Xudo xolasa endi duo qilamiz, bizga ham farzandlarimizga kelib shu yerda o'qishligi nasib qilsin. Yana bitta ma'lumot, bu yerda bir yilda 700 ta 750 ta odam topshiradi o'qishga, lekin shundan bor yo'g'i 50 ta 60 tasi o'qishga qabul qilinadi. Ya'ni o'qishga kirish shunchalik qiyin. Qorlarning o'zi, ya'ni o'sha toliblarning o'zi hammasi mana masjidda o'qish
yoqishadi. Endi qisqacha bu mavzudan tashqari ma'lumot o'rnida kiritib ketyapman. Xudo xolisa, bizani zapas xodimiz taxminan 800 kilometrga yetadigan qoldi. Xudo xolisa, bemalol yetib boramiz. Ko'rasizlar, mashinani yo'lda o'zini tutishi, yumshoqligi. Aytgancha yo'lda balonimiz qo'yib yubordi, kattaroq yamaga tushdik, chuqurga tushdik. Lekin biz zapaskalarni olgan edik, bitta boshqa mashinada. Xudo xolisa, ularni ham qo'yib, yana dalshi yo'limizda davom etamiz. Mashina juda ham yumshoq ekan. Yo'lga qatnaydigan akalar Xudo xolisa, menimcha olsanglar manfaatli bo'ladi. Tez drayvlarga ham qo'yishadi avtosalonlarda. Bemalol borib tez drayvdan o'tsanglar bo'ladi. Xudo xolisa, biz yana dalsh yo'lda davom etamiz. Urganchga qarab yo'lga chiqdik. Xudo xolisa, mana bunaqa katta trassaga tushib olganmiz. Mashinani sizlar bilan hozir maksimalniy tezligini bitta o'lchab ko'ramiz. O'zi bu 260 yuradi maksimalniy tezligi, lekin tez drayvga qo'yilgan mashina bo'lganligi uchun 190 ga ограничение qo'yilgan. Mayli shu 190 ga ham chiqib ko'ramiz hozir. Qani bitta tomosha qilamiz. Lekin shunaqa trassa qurib qo'ygan kattalarga rahmat aytamiz. Boshiga. Bu hozir sport rejimi bor. Sport rejimiga qo'yamiz. Chekka to'xtab olamiz. Tak, bu tok bilan harakatlanish uchun, bu gibrid bilan harakatlanish uchun. Bu yerdan bo'lsa, rejimini o'zgartirsa bo'ladi. Mod knopkani bosamiz. Normal и sport rejim. Sport rejimda endi xudo xolisa bosamiz. Mana. Bismillah. 1 2 3 ket. O. Уже 100. Horizon. 120. 130. 140. 150. 160 ga chiqdik. Bitta mashinalar alaq berib qo'ydi. Tak. Mashinalarni o'tkazib yuboramiz. To'g'riroq mashinalardan o'tib ketamiz. Yana dalshi bosamiz. Bismillah. Cobalt yoki yo'l bermayapti. Yaxshi. Tak, 187. 187 ketyapmiz. Mashinani o'zini tutishi, yo'lda yurishi zo'r juda ham. 187 dan oshmayapti. Bu yetdimi? 190 ga ограничение bo'lgan. Umuman zo'r. Endi sekinlashamiz. Chunki unaqa tez yurish xavfli. Odatda bu trassada 120 yuriladi o'zi. Lekin mana shu bosgan sari bosqisiga uradi odamlar. Tak, esingizda bo'lsa, polniy bak bilan Toshkentdan chiqqan edik. Polniy zaryadga и polniy bak bilan. Xudo xolisa, tak 565 kilometrga yetadigan zapas xodimiz qoldi. Bu degani biz 287 kilometrdan keyin Urganchda bo'lamiz. Bemalol yetib boryapti. Xullas, bu mashinada nafaqat uzoq yo'lga, balkim taksi qiladigan akalarimizni ham maza qilib olib haydasa bo'ladi. Radar. Lekin bu yerda Cobalt turgan ekanda. Sağ qolishga ozgina qoldi. Va nihoyat 1100 kilometr yurib biz Xivaga yetib keldik. DSV qildi xullas mashina. Ko'pchilik aytayotgandi, bora olmaydi, u yoq bu yoq deyishyapti. Mana hali yana 90 kilometr yurishga zapas xodi bor. Bemalol to'g'mashni xullas aylanib
chiqib ketishga yetadi, xudo xolasa. Endi polni sizlarga buni obzor qilib beraman. Faqat endi hozir qorong'i bo'lib qoldi. Xudo xolasa obzorni endi ertalabdan yorug'da olamiz inshaalloh. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bu mashina haqida to'liq ma'lumot beraman. Aytib o'tganimdek, narxini ham oxirida aytaman. Ko'pchiligi narxi qiziq bo'ladi. Okalar, mashinani obzorini boshlaymiz. Bu obzorni qilishimiz uchun biz shunaqa fon tanladik. Xullas, Xivaga kelib, shunaqa fonda Arizo 8 mashinasini polni xudo xolasa obzor qilib beraman. Ko'p vaqtinglarni olmayman. O'zi obzorlarimiz tez bo'ladi. Asosiy narsalarni gapirib o'taman. Bu mashinamiz tashqi ko'rinishi menga Lexus eslatordi. Ayniqsa oldi faralari, mana shu oldi tarafi, orqa faralari, diodlari, mana bunaqa DHO ledlari Lexus o'xshatordi. Mashinamizning hozirgi kunda 4 xil rangi bor. Oq, qora, mana shunaqa narda grey va mokriy asfalt ranglari bor. Tak, mashinamiz gibrid, ko'rasizlar, oldi bamperda teshiklari bo'lsa, gibrid bo'ladi. O'sha ko'pchilik ajratib olish uchun oldi bamperda teshiklari yoki reshotkasi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi chiqayotgan mashinalar ko'pi gibrid bo'ladi. Oldi bamferi yopiq bo'ladigan bo'lsa, u elektromobil bo'ladi. Chunki bu yerda radiator bor, u radiator sovutish tizimini ishlatib turish kerak bo'ladi. Endi mashinani xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning kapotini tagida 1.5 turbinali motor turibdi. Lekin shunga qaramasdan 4-4,5 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. Hozir kapotini ochib ko'rsataman sizlarga. Ko'rdinglar-ku? 1200 kilometrga spokойно keldi. 1400 kilometr yurib beryapti mashina. Ham benzin, ham tok. Tokda 125 kilometr yuradi. Benzinda bo'lsa, общий quvvat bilan 1400 kilometr yuradi. 350 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 7,1 sekundda chiqadi. Xullas, 4 ta silindrli 1.5 turbinali motor. Boshqa motorlardan ham afzalli tarafi buni turbinada bo'lganligi. Balon diskalarini ko'rishingiz mumkin. 18 razmerda. Zavodskoy o'zi shunaqa chiqadi. Bu eng full pozitsiyasi yoki birinchi pozitsiyasida emas. Hamma o'zimizda ishlab chiqariladigan shu mashinada mana shu ramashkali diska chiqadi. Orqa tarafini qisqacha ko'rsataman. Panorama tomiga bitta e'tibor berishingiz mumkin. Panorama tom Malibu 2larnikidagi ochiladigan variantda, ko'p elektromobillarda ochilmaydigan bo'ladi. Arizo 8 yozuvlari bu yerda joylashtirilgan. 360 gradus kamera, bagajligini ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, o'zini ichida zaryadlash quvvati simi bor. Zapaska yo'q, ko'rib turganingizda. Bu yerda faqat agar mabodo baloninglar qo'yib yuboradigan bo'lsa, yoki mix kirib yoki shunaqa teshilib qoladigan bo'lsa, shunaqa o'zini suyuqligi bor. Shu suyuqlikda balonni yamab yana yo'lda davom etsanglar bo'ladi. Endi salon qismiga qisqacha sayohat qilamiz. Endi videomiz jaydar uslubda bo'lyapti. Uzmaymiz, chunki hozir videoni uzadigan bo'lsa, uje yana shom bo'lib qolishi mumkin. Yana bitta joyga e'tibor berishingizni xohlardim. Dizaynni ko'rasizlarmi? Bamper dizaynini juda ham noodatiy qilib ishlagan. Faran dizaynini qarang, aka. Kechqurun bor, u asal yonyapti deb bu. Salon qismiga kiramiz. Hurmatli operator, nari tarafdan o'tsangiz, salonni polni sizlarga obzor qilib beraman. Tak, salonga o'tirishimiz bilan bismillah. Birinchi bo'lib bizani 12 ana o'zbek, eng zo'ri buni o'zbekcha tili bor. Ko'rasizlarmi? Ana ko'pchilik ruscha qilinadimi, ruscha qilsa bo'ladimi degan savollarni bu mashinada unutib yuborasizlar. Chunki bu mashinamiz o'zbek tilida gaplashadi. Alisa bo'lib ham gaplashadi. Obshivkalarni, oynalarini bitta tushirib, lyuklarni dakansa ochib olamiz. Tak, mashinada 12.3 dyumdan ikkita monitor joylashtirilgan. Bittasi tabloni, datchiklarni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa climate control, USB port, Bluetooth, 360 gradus kamera, mana bu yerda bossa 360 gradus kameralari hammasi mana shu yerdan ishlaydi. Undan tashqari, dizayniga keladigan bo'lsa, tarpetkani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Bu yoqda taxta simon akoprint ishlatilgan. Tarpetkada o'rta chasti ko'jadan ishlangan. Tepasi bo'lsa yumshoq plastikdan ishlangan. Obshivka qismlari naryoqdan ko'rishingiz mumkin. Sony audio sistema qo'yilgan. 12 ta kolonka bor, bagajligida bitta subwoofer bor. Eshikning ruchkalariga e'tibor berasizlar. Obshivkani o'rta qismi ko'jadan ishlangan. Chetlari, tepa va past qismlari bo'lsa yumshoq plastik ishlatilgan. Sidenani knopkalari ham juda ham qulay joyda joylashtirilgan. Odamga juda ham qulay, o'tirib boshqaruvga juda ham oson. Keyin buni xotirasi bor. Ko'rasizlar, yonida siz o'zingizga yoki sizdan boshqa
masalan, o'g'lingiz haydaydigan bo'lsa, o'g'lingizga yoki akangizga xotiralarni to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Sidenasi ko'rib turganingizda o'rtasi perforatsiyali. Bu perforatsiyalar bekorga qilinmagan. 3 xil rejimda sovutadi va 3 xil rejimda isitadi. Chetlari nappa koja. Sidena dizaynini lekin juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Unaqa bosh qo'ygan paytda ham juda ham qulay ekan. Xullas, Mercedesdan ilhomlanganga o'xshaydi. Xuddi ko'rishingiz mumkin, obshivka o'rta qismlari, torpedkani qaysidir qismlari Mercedesga, Sidenani dizaynlari Mercedesga o'xshab ketadi. Panoramasi katta, boya yetib o'tganimdek, bu yoqdan ham pardani boshqarsanglar bo'ladi, pardasi bor, bu yoqda lyukka o'zini ham boshqarsanglar bo'ladi. Ruliga to'xtalamiz. Ruli ko'rib turganingizda chap tarafda cruise control, adaptivniy cruise control, orqasidan bitta mashina bo'lsa, ushlab oladi. O'sha mashinani to'xtasa to'xtaydi, yursa yuradigan datchiklari joylashtirilgan. O'ng tarafda bo'lsa, multimedia sistemasi, ya'ni bu yerda o'zidan monitorni, mikrofonni, balandpast ovozlarni boshqarsa bo'ladi. Tak, bitta menga yoqmagan joyi mana shu ruchnoy ekan. Lekin bir xil mashinada shu narsa ham yo'q. Tak, yana bitta menga yoqqan narsalardan bittasi bu mashinada ruchnoy knopkani yo'qligi. Ya'ni siz mashinaga o'tirishingiz bilan, mana mashinaga o'tirdim, parkovkada turibdi, urdim, gazni bosaman desam, mashina yurmayapti. Ko'rasizlarmi? Mana qimillayapti, lekin yurmayapti. Uning uchun remenni taqish kerak ekan. Remenni taqasiz, keyin mashina yuradi. Gazni bosamiz, ana endi yurishni boshladi. Bu degani siz hech qachon remenga shtraf to'lamaysiz. Endi abmanka qilib qo'ymaydigan bo'lsangiz, doim bu mashinaga o'tirgan paytingizda remen taqishingiz majburiy bo'ladi. Bo'lmasa mashina sizga bo'yin sunmaydi. Undan tashqari yana bitta zo'r rejimi bor ekan. Mana shu ko'rib turganingizda labovoyda mana shu datchik joylashtirilgan. Bu sensor nimaga javob beradi? Oldida, orqada, yon taraflarida ketayotgan mashinalarni, odamlarni ko'rib tura oladi. Ya'ni siz xuddi mana oldi tarafda ketayotgan, masalan, siz ko'rmaydigan yon tarafdan kelayotgan mashinalarni, masalan, tonirovkangiz to'g'riroq bo'lsa, yon tarafdan kelayotgan mashinani ko'rmay qolishingiz mumkin. Bu aynan shu sensor shu narsaga javob beradi. Ya'ni 360 gradus mashinani straxovka qilib turadi. Bu boshqa mashinalarda kamdan kam uchraydigan apparat. Undan tashqari qishga yotdi mana. Qishga yotganligi uchun mashina O'zbekistonga moslab chiqarilgandek, xuddi oldi labovoyda mayda spirallari bor ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa, mayda spirallari bor. Rulida spirali bor. Ya'ni o'tirishingiz bilan bilasiz, qishda muzdek bo'lib qoladi. Qo'lingiz iliq bo'lib turishi uchun rulda ham oldi labovoy yaxlab qolmasligi uchun labovoyda spirali bor, polniy spirali bor. Undan tashqari sideniyada orqa labovoyda ham spirallari bor. Tak, mashinamizni umumiy olganda menga juda ham yoqdi. Mana 1200 km yurib shu yergacha yetib keldik. Ko'rib turganingizda yurishlari, yo'lda o'zini tutishi, yumshoqligi juda ham zo'r. Undan tashqari 187 ga maksimum tezlikka chiqardik. Mana bu yerda rejimlari bor. Mana Eco Mode degan rejimi bor. Ko'rib turganingizda, tak, buni chiqarib yuboramiz. Navigatsiyasi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsasi, iPhone telefon bor-ku. O'sha iPhone telefonni mana bu USB porti bor. USB portga shunaqa o'zini simi, zaryadning simi bilan ulab qo'yadigan bo'lsanglar, bu yerda hamma funksiyalari ekranda chiqib keladi. Bu yoqda 360 gradus kamera, Eco rejimi bor, normal rejimi bor, undan tashqari sport rejimi bor. Sport rejimda lekin mashina uchyapti, o'zi ham 7 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alar ekan. Tak, qisqacha obzorimiz yoqqan bo'lsa, akalar qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta like bosib qo'yasizlar. Undan tashqari mana joylarni ham bitta ko'rsatib ketdik. Bu yoqda mana bardachosi, ko'rib turganingizda, mana bu yerda 8 kiloni ko'taradigan mana bunaqa ilmog'i bor ekan, o'rtada barsetka qo'yib qo'yadigan mana shunaqa joylari bor ekan. Bu yoqda mana barsetkani qo'yib qo'yganman. Qo'l qo'yadigan joyda mana shunaqa katta bari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu pulti. Pultini sizlarga ko'rsatmadim. Pultini ko'rishingiz mumkin. Pulti juda ham chiroyli. Ana hozirgi ko'p Xitoy mashinalarida NFC karta chiqyapti, keyin mana shunaqa pult sotib olishyapti. Bunda shunaqa o'zi pulti juda ham chiroyli. O'rtadagi barida xolodilnigi bor ekan, akalar. Mana bu yerda bunday yoqib qo'ysanglar, muzdek turadi. Suv ichimligi qo'yib qo'ysanglar, yopib qo'ysanglar, masalan, qish paytida o'zini holatida turadi. Bu narsa yozga mo'ljallangan. Mana bu suv ham muzdek bo'lib turibdi hozir. Va eng asosiy narsalardan bittasi, Chery kompaniyasi bu avtomobilga 7 yil yoki 200 ming kilometr yurishingizga
kafolat beryapti. Menimcha boshqa kompaniyalar bunaqa kafolatdan uzoqroqda. Tak, yana bitta asosiy ma'lumot, ana mashinangiz zo'r ekan ukam. Bo'ldi, yoqdi, olaman, nech pul degan akalarimiz uchun xudo xolasa 1-oktyabrda Cherry'ni ofitsialniy o'sha o'zligini sahifaligida ma'lum qilishadi. Taxminan aytaman, narxini $30,000 chiqadi bu mashina. Nima deb o'ylaysiz? $30,000 arziydimi, arzimaydimi? Hozirgi kunda aynan shu kategoriya, ya'ni D kategoriyadagi mashinalar orasida Temboli 1400 km yuradigan bunaqa komforti bilan, masalan, Kia K5 yoki misol Malibu'ni oladigan bo'lsa, demak, shunaqa narx atrofi chiqyapti, lekin Kia K5 dan arzon ekan. Video obzori shu yerda tugatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar va bu videoni $30,000 atrofi pulim bor, nima mashina olsam ekan deb yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Marhamat, Cherry Arizo 8 mashinasini tavsiya qilaman. Xullas, sizlarga maxsus Xivadan video obzor qilib berdik. Xudo xolasa, inshaalloh keyingi mashinalarimizni agar sizlarga qaysidir mashinalar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Xudo xolasa, ularni ham obzor qilib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.